kimligimni oldim. Ushbu videoni qo'yganimizga ham ropar bo'lsa 45 kun bo'libdi. Ushbu opamizni tanidilaringiz deb o'ylaymiz albatta. Mani yoshim kattaligi uchun 51 da bo'lgani uchun rosa qo'rqdim. Shahram молодец. Menga anaqa berdi, ishonch berdi, qilib beraman dedi, garantiya berdi. Mana bugun 4-iyul kuni qo'limga oldim. O'ranchi ishlamlarini yopdik, ya'ni qaytarini yopdik va bugun kimlik o'tirmangizning qo'llariga va yana biz Esenyurt universitetida talabamiz bilan yuzma-yuz ko'rishib qoldik. Chunki kimliklari qo'llariga olibdilar va yana sizlarga ham ko'rsatamiz deb so'z berdik. Mana bir og'iz opamning o'zlaridan ma'lumotlarni olamiz. Qani kimliklari qo'llaridami yo'qmi? O'zlaringiz guvohlaringizda albatta. Opajon, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Mana kimligimni oldim. Oldin sizlarga reklamasini qilgandik, ana oranji nimasini, o'qishga kirganimni. Mana undan keyin kimligimni ham oldim. Ammo 45 kunda keldi. Biroz kech keldi, ammo keldi. Hozir darsdan chiqqanimda ko'rishib qoldim Shahram bilan. Iloyim sog' bo'lsin, doim biz uchun yuribdi. Hammalaringga omad tavsiya qilamiz Shahramda. Gerçekten 52 yoshman. Men qo'rqdim, chiqmaydi deb o'ylagandim, ammo chiqdi mana qo'limda.